Assalomu alaykum kuzatuvchilar. Mana shu plafon nima uchun yonib qoladi? Svetni o'chiramiz, lekin plafon yonib qoladi. Shuni biz chorasini topdik. Ustoz Muslim jamoasidan lifehack. Mana hozir Azizjon shogirdimiz shu yonmay turgan yerini topadilar. Azizjon, oling qani plafonni. Ko'p kishini qiynagan savol. Plafonni orqasini ko'rsating Azizbek. Shrublar bo'ladi. Ana shuni izolentga yopishtirib qo'yamiz hozir biza. Izolentani yopishtiring. Nima bor? Qo'ying qani. Qimlating qani.